Ko'pchilik mijozlarimiz Sergeli Bobur mahallasidan pastroq etajdan 2 xonali kvartira so'rashgandi. Mana biz bugun aynan shunaqa kvartiramizni sotuvga chiqarmoqdamiz. Uyimizni 16 qavatli domni 9-qavatida joylashgan. Uyimizni bir boshdan obzor qilaman. Asosiy kiruvchi eshigi. Mana bu yerga chiroyli prixojalar yasatib olsak bo'lar ekan. Koridorlarga e'tibor beramiz. Kengina sanuzellari alohida joylashgan. Bu tarafi umumiy yuvinish xonamiz. Yonginasida o'zining hojatxonasi joylashgan. Endi esa oshxonamizni ko'zdan kechiramiz. Uyimizning yuragi hisoblanadi. Bitta kuxni mebel yasatib olsanglar zo'r bo'ladi. Bu tarafimiz esa uyimizning zali. E'tibor bergan bo'lsanglar, zalini ikkita derazasi bor, xonalar yorug'. Endi esa uyimizning spalnisini ko'zdan kechiramiz. Spalnimizni ko'rishinglar mumkin, o'zini balkoni ham mavjud. Balkonda mana shunaqa manzarani guvohi bo'lishingiz mumkin. Balkonni ham kattaligi yaxshigina. Uyimizni boshlang'ich 18.800 dollar to'lab bir kunning o'ziga oformit qilsanglar bo'ladi. Hamma hujjatlarni sirazi qilib beramiz. Oylik to'lov 6 million 400 ming so'mdan chiqadi. Birlamchi ipoteka hisoblanadi. Pastda nomerlar bor. Uyimizga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.